Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Gap oddiy maslahat haqida emas, pulingiz kechikib qolmasligi, ortiqcha ovora bo'lmaslik. Ayrim holatlarda esa pensiya to'lovlarida uzilish bo'lmasligi haqida ketmoqda. Iyulgacha ayrim pensionerlar albatta hujjatlarini, bank kartasini, yashash manzilini, ishonchnomasini yoki shaxsiy ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. Chunki kichkina e'tiborsizlik keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Pensiya vaqtida tushmaydi. Bank kartasi ishlamay qoladi. To'lov qaytariladi yoki odam o'z pulini olish uchun bir necha idora eshigini qoqib yuradi. Men bu videoda sizga oddiy tushunarli tilda aytib beraman. Kimlar xavotir olish kerak, kimlar uchun xavf kamroq? 1 iyulgacha nimalarni tekshirish zarur? Qaysi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin va xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilish kerak? Agar siz o'zingiz pensioner bo'lsangiz. Ota-onangiz pensiya olsa yoki mahallangizda yosh katta odamlar bo'lsa, bu ma'lumot albatta kerak bo'ladi. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu masalada kech qolish pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Avval ko'p narsa oddiyroq ko'rinardi. Pensiya naqd shaklida pochta orqali berilardi yoki bank kartasiga tushardi. Odamlar ko'pincha har oy o'zi keladi deb xotirjam yurardi. Lekin hozir pensiya tizimida nazorat kuchaymoqda. To'lovlar ko'proq bank kartalari, elektron ma'lumotlar, yagona reyestrlar va idoralararo tekshiruvlar orqali amalga oshirilmoqda. Bu aslida yaxshi narsa, pul aniq egasiga bo'lishi, ortiqcha qog'ozbozlik kamayishi, firibgarlikning oldi olinishi kerak. Ammo har qanday yangi tartibda bir xavf bor. Agar ma'lumotlaringiz eskirgan bo'lsa, bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, pasport yoki ID karta bo'yicha ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, yashash manzilingiz boshqa joyda ko'rinsa, sizda to'lovda muammo chiqishi mumkin. Men ko'p uchratadigan holat shuki, odam pensiya tayinlangandan keyin hujjatlariga qaytib qaramaydi. Masalan, telefon raqamini almashtiradi. Lekin bankka ham, pensiya jamg'armasi bo'limiga ham xabar bermaydi. Yoki yashash joyini o'zgartiradi. Lekin ro'yxatdan o'tish masalasini oxirigacha hal qilmaydi. Yoki pensiyasini farzandi ishonchnoma bilan olib yuradi. Lekin ishonchnoma muddati tugaganini hech kim sezmaydi. Keyin bir kuni pul tushmaydi yoki kartadan yechib bo'lmaydi. Shunda odam, nega mening pensiyam to'xtadi deb hayron bo'ladi. Aslida sabab ko'pincha katta emas. Lekin vaqtida tekshirilmagani uchun muammo og'irlashadi. 1 iyulgacha degan muddatni men shuning uchun alohida ta'kidlayapman. Yozning o'rtasiga kelib ko'plab tashkilotlarda ma'lumotlar yangilanadi. To'lov tizimlarida tekshiruvlar kuchayadi. Bank kartalari va shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha aniqlashtirishlar ko'payadi. Agar siz oldindan borib tekshirtirsangiz 10 daqiqalik ish bo'lishi mumkin. Agar muammo chiqqandan keyin yugursangiz, oylik pensiya kechikishi, qayta ariza yozish, bankka borish, mahalladan ma'lumotnoma olish, notariusga kirish kabi ishlar bir necha kunga cho'zilishi mumkin. Birinchi navbatda bank kartasiga pensiya oladiganlar ehtiyot bo'lish kerak. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Masalan, 0624, 0724, 0625 kabi. Agar kartangiz muddati 2024 yil iyunida yoki 2025 yil iyunida tugayotgan bo'lsa, 1 iyulgacha albatta bankka murojaat qilib, yangi kartani rasmiylashtirib qo'ying. Ko'pchilik kartadagi pul saqlanib qoladi deb o'ylaydi. Ha, hisobdagi pul yo'qolmaydi, lekin karta ishlamay qolsa, siz pulni yecha olmaysiz. Siz pulni yecha olmaysiz, savdo qila olmaysiz. Ba'zan yangi pensiya tushumida ham texnik kechikish bo'lishi mumkin. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi deylik. Uning kartasi iyun oxirida tugaydi. U buni bilmaydi. Iyul boshida dorixonaga boradi, karta ishlamaydi. Bankka borsa, yangi karta tayyorlash uchun bir necha kun kerak yerida biladi. Doriga pul kerak bo'lgan paytda bunday kechikish odamga juda og'ir tushadi. Agar u 15 iyunlarda bankka borib kartani yangilatganda pensiya tushishda ham, pul yechishda ham muammo bo'lmasdi. Ikkinchi guruh pensiyasini ishonchnoma orqali oldiradiganlar. Bunga ko'pincha yoshi katta, yura olmaydigan, kasal, nogironligi bor yoki boshqa shaharda vaqtincha yashayotgan pensionerlar kiradi. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki undagi ma'lumotlar eski pasport bo'yicha yozilgan bo'lsa, bank yoki to'lov tashkiloti pul berishni rad qilishi mumkin. Bu rad etish yomon niyatdan emas, qonuniy xavfsizlik uchun qilinadi. Chunki
pensiya egasining roziligi haqiqiy ekanini tasdiqlash kerak. Misol uchun, ona 75 yoshda. O'g'li har oy bankdan uning pensiyasini olib keladi. İşonchnoma 2023 yilning iyunida berilgan, muddati 1 yil. 2024 yil iyun oxirida u tugaydi. O'g'il iyulda banka bo'lsa, ishonchnoma muddati tugagan deyishadi. Ona esa yotib qolgan, notariusga borish qiyin. Keyin uyga notarius chaqirish, vaqt belgilash, hujjatlarni qayta tayyorlash kerak bo'ladi. Shuning uchun men bunday oilalarga 1 yilgacha ishonchnoma sanasini tekshirishni tavsiya qilaman. 3-guruh pasportini ID kartaga almashtirgan, familiyasi yoki ismida o'zgarish bo'lgan, hujjatlarda harf xatosi bor odamlar. Masalan, bankda To'xtayeva deb yozilgan, pensiya bazasida To'xtayeva yoki To'xtayeva bo'lib turishi mumkin. Elektron tizimlarda bitta harf ham ba'zan mos kelmaslik sifatida chiqadi. Avval bunday narsalar qo'lda tushuntirib ketilardi. Hozir esa avtomatik solishtirish ko'paygani uchun muammo tezroq ko'rinadi. Agar ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport seriyasi, JSHR raqami yoki telefon raqamida xato bo'lsa, pul to'lovida kechikish bo'lishi mumkin. 4-guruh yashash manzilini o'zgartirganlar, pensiya tayinlangan tuman boshqa, hozir yashayotgan tuman boshqa bo'lsa, bu ham aniqlashtirish talab qiladi. Ayniqsa naqd pensiya oladiganlar, pochta orqali to'lov oladiganlar, vaqtincha boshqa viloyatga ko'chganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Pochta xodimi eski manzilga boradi, odam topilmaydi, to'lov qaytadi. Keyin pensioner pulim kelmadi deydi. Aslida tizimda pul ajratilgan bo'lishi mumkin, lekin yetkazish manzili noto'g'ri bo'lgani uchun u egasiga bormaydi. 5-guruh. Chet elga ketib keladigan yoki uzoq muddat boshqa davlatda bo'lib qaytgan pensionerlar. Bunday vaziyatlarda tiriklik holatini, yashash manzilini, bank kartasidan foydalanish imkoniyatini, ishonchnoma masalasini oldindan aniqlashtirish kerak. Men bunday odamlarga mening pensiyam avtomatik tushaveradi deb beparvo bo'lmaslikni aytaman. Chunki ayrim to'lovlar uchun shaxsning haqiqatan ham nafaqa oluvchi sifatida ro'yxatda turgani, ma'lumotlari yangiligi muhim bo'ladi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz har oy pensiyangizni muntazam olib turgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz yaqinda yangilangan bo'lsa, yashash joyingiz yangilangan bo'lsa, telefon raqamingiz bank va tegishli tashkilotlarda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, sizda katta xavf kamroq. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman, chunki tekshirish bepul yoki juda arzon vaqt oladi. Muammo chiqqandan keyin esa asab yo'l kira, vaqt va sog'lik ketadi. Eng katta xatolardan biri, odamlar pensiya davlat puli baribir yo'qolmaydi deb o'ylaydi. Sizga tayinlangan pensiya o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin yo'qolmaydi degani hech qanday muammo bo'lmaydi degani emas. Pul vaqtida qo'lingizga tegmasa, bu ham real yo'qotish. Chunki pensioner uchun har bir kun muhim. Kommunal to'lov bor, dori bor, oziq-ovqat bor. Nevaraga yordam bor. Agar pensiya 5 kun yoki 10 kun kechiksa, odam qarz olishga majbur bo'ladi. Ba'zan foizga pul oladi. Bu esa haqiqiy zarar. Ikkinchi nozik masala, bank kartasi bilan hisob raqamini adashtirmaslik kerak. Karta muddati tugasa, hisob raqami yopilib qolmasligi mumkin. Lekin amalda siz pulga kira olmasangiz farqi yo'qdek tuyuladi. Shuning uchun banka borganda kartamni yangilab bering deyish bilan birga. Pensiya tushadigan hisobim o'zgarmaydimi? Yangi karta aynan shu hisobga bog'lanadimi? Pensiya to'lovi uchun qo'shimcha ariza kerak emasmi? deb aniq so'rang. Ba'zan yangi karta ochiladi. Lekin eski pensiya tushadigan hisob bilan bog'lanish masalasini tekshirish kerak bo'ladi. 3-masala SMS xabarnoma va telefon raqami. Ko'p pensionerlar telefon raqamini farzandining nomiga olgan bo'ladi yoki eski raqam ishlamay qolgan bo'ladi. Bank esa xavfsizlik uchun kodni eski raqamga yuboradi. Plastik kartadan operatsiya qilish, bank ilovasidan foydalanish. Kartani tiklash yoki ayrim tasdiqlashlarda raqam kerak bo'ladi. Agar raqam sizda bo'lmasa, oddiy ish ham murakkablashadi. Shuning uchun iyulgacha bankdagi telefon raqamini ham tekshirtiring. 4-masala. Tiriklikni tasdiqlash bilan bog'liq holatlar. Ba'zi vaziyatlarda, ayniqsa pensioner uzoq vaqt pensiyasini shaxsan olmasa, chet elda bo'lsa, ishonchnoma orqali pul olsa yoki ma'lumotlarda shubha paydo bo'lsa, tegishli organlar qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bundan qo'rqish kerak emas. Bu sizni qiynash uchun emas, begona odam sizning nomingizdan pul olib yurmasligi uchun qilinadi. Lekin bunday tasdiq kerak bo'lsa, uni kechiktirmang.
Bir kunlik ishni bir oyga cho'zsangiz, to'lov ham cho'zilishi mumkin. 5-masala qarzdorlik va majburiy ushlanmalar. Ayrim pensionerlar kartasiga pul tushishi bilan bir qismi ushlab qo'linganini ko'radi. Bu bank xatosi bo'lishi ham mumkin. Ijro hujjati bo'yicha ushlanma bo'lishi ham mumkin. Kredit qarzdorligi yoki aliment, kommunal qarz bilan bog'liq masala bo'lishi ham mumkin. Agar shunday holat bo'lsa, jim turmang. Bankdan yozma yoki elektron ko'rinishda izoh so'rang. Qaysi asos bilan, qancha summa, qaysi tashkilot talabiga binoan ushlangan. Chunki ba'zan odam sababini bilmasdan yuradi. Natijada har oy pul kamayib boradi. 6-nozik masala, yordam beraman degan begona odamlarga ishonmaslik. Pensiya, karta, plastik, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov degan mavzularda firibgarlar juda ko'p. Ular telefon qiladi. 1 iyulgacha kartangizni tasdiqlamasangiz pensiyangiz kuyadi deydi. Keyin karta raqami, SMS kod, PIN kod so'raydi. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang, PIN kod aytmang. Kartaning orqa tarafidagi maxfiy raqamni yubormang. Pensiya jamg'armasi, bank yoki boshqa rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar shubha bo'lsa, o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. 7-masala. Yaqin qarindoshlar ham hujjatni to'g'ri rasmiylashtirishi kerak. O'g'il, qiz, kelin yoki nabra o'zimiznikimiz-ku deb pensionerning kartasini olib yurishi mumkin. Oilada ishonch bo'lsa ham. Huquqiy tomondan bu xavfli. Karta yo'qolsa, pul noto'g'ri yechilsa, keyin kim javob beradi? Agar pensioner o'zi pul yecha olmasa, yaxshisi bankda qonuniy vakillik, ishonchnoma yoki boshqa rasmiy tartibni aniqlashtiring. Bu oiladagi nizolarning ham oldini oladi. 8-masala. Qo'shimcha nafaqalar va imtiyozlar. Ba'zi pensionerlar faqat asosiy pensiyani tekshiradi, lekin nogironlik nafaqasi, parvarish puli, kompensatsiya, yolg'iz keksalar uchun yordam, kommunal imtiyoz kabi qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni unutadi. Agar sizda shunday qo'shimcha to'lovlar bo'lsa, ularning ham qaysi hisobga tushayotganini, muddatlari bor yo'qligini, hujjat yangilanishi talab qilinmasligini tekshiring. Ayniqsa nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tishga bog'liq bo'lsa, tibbiy hujjatlar vaqtida yangilanmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. 1 iyulgacha nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. 1-qadam. Hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiyaga oid ma'lumot, bank kartasi, telefon raqamingiz. Agar bo'lsa ishonchnoma, nogironlik guvohnomasi, yashash manzili bo'yicha hujjat, bank shartnomasi yoki hisob raqami ma'lumotlari tayyor tursin. Bu hujjatlarning hammasini har doim ko'tarib yurish shart emas. Lekin tekshiruvga borganda kerak bo'lishi mumkin. 2-qadam. Bank kartangiz muddatini tekshiring. Kartaning old tomondagi oy va yilga qarang. Agar muddat iyul yoki yaqin oylar bo'lsa, kutmang. Bank filialiga boring. Navbat bo'lsa ham bir marta vaqt ajrating. Bank xodimidan yangi karta qachon tayyor bo'lishini, eski kartadagi mablag' qanday ishlatilishini, pensiya tushumga ta'sir qilmasligini so'rang. Agar yangi karta uchun ariza yozish kerak bo'lsa, shu kuni yozib bering. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli ijtimoiy himoya idorasidagi ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. JSHE, SHR raqamim, pasport ma'lumotim, yashash manzilim, telefon raqamim to'g'rimi deb so'rang. Agar siz boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, pensiya ishingiz qayerda yuritilayotganini bilib oling. Kerak bo'lsa, pensiya ishini yangi manzilga o'tkazish tartibini so'rang. 4-qadam. Ishonchnomani tekshiring. Agar sizning pensiyangizni boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnomaning muddati qachongacha ekanini ko'ring. Unda pasport ma'lumotlari yangi hujjatga mos keladimi? Vakolatda aynan pensiyani olish huquqi yozilganmi? Bankda pul yechish huquqi ko'rsatilganmi? Bular juda muhim. Agar muddat tugayotgan bo'lsa, notariusga oldindan boring. Pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang. 5-qadam, telefoningizni tartibga keltiring. Bankdagi SMS xabarnoma qaysi raqamga ulanganini tekshiring. Agar raqam farzandingizda bo'lsa, pensionerning o'zi foydalanadigan raqamga almashtirish qulayroq bo'lishi mumkin. Lekin yosh katta odam telefon ishlata olmasa, ishonchli farzand raqami ham bo'lishi mumkin. Faqat bu masala oilada aniq kelishilgan bo'lsin. Eng muhimi, SMS kodlar begona odamga ketmasin. 6-qadam. Qarzdorlik yoki ushlanmalar bor yo'qligini tekshiring. Agar pensiyangiz oldingi oylarga nisbatan kamaygan bo'lsa,
narxlar oshdi shekilli deb o'ylab qo'ymang. Bankdan ko'chirma oling. Pensiya jamg'armasidan hisob kitobni so'rang. Qancha pensiya tayinlangan, qancha tushgan, qayerda ushlanma bo'lgan aniq bilib oling. Agar noto'g'ri ushlanma bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling. 7-qadam, sog'lig'i og'ir pensionerlar uchun oldindan reja qiling. Agar ota-onangiz uydan chiqa olmasa, iyulgacha bank, notarius, mahalla, ijtimoiy xodim yoki tegishli idoraga qo'ng'iroq qilib, uyga borib xizmat ko'rsatish tartibini so'rang. Ko'p joylarda yoshi katta yoki nogironligi bor insonlar uchun yengilliklar bo'lishi mumkin. Faqat buni oxirgi kuni emas, oldindan aniqlashtirish kerak. 8-qadam, ariza yozishda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizda muammo bo'lsa, masalan, pensiya tushmagan, karta ishlamayapti, ma'lumot xato, ushlanma noto'g'ri, albatta ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, telefon raqamingiz, manzilingiz, pensiya turi, muammo qachondan boshlanganini yozing. Pensiya to'lovim nega kechikayotganini aniqlab berishingizni so'rayman yoki bank kartam pensiya hisobiga to'g'ri bog'langanini tekshirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Arizaning kirim raqamini olib qo'ying. Bu keyin javob talab qilish uchun kerak bo'ladi. 9-qadam, farzandlar uchun alohida tavsiya. Agar ota-onangiz pensiya olsa, ular o'zi biladi deb qo'ymang. Bir kuni yoniga borib, kartasini, hujjatini, telefon raqamini, ishonchnomasini birga tekshiring. Ko'p keksalar uyalib muammoni aytmaydi. Kartam ishlamayapti demaydi. Pulim kam tushdi demaydi. Bolalarimni bezovta qilmay deb yuradi. Siz 20 daqiqa vaqt ajratsangiz, ota-onangizni bir oylik asabdan asraysiz. 10-qadam, har qanday ma'lumotni rasmiy manbadan tasdiqlang. Mahalladagi gap, bozordagi mish-mish, telegramdagi noma'lum audio, falonchi aytdi degan xabar asosida karta raqamingizni hech kimga bermang. Shoshilinch qaror qilmang. Bank filialiga boring. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Yagona davlat xizmatlari markazidan so'rang yoki rasmiy telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Rasmiy javob sizni xatodan saqlaydi. Men sizga bir nechta oddiy vaziyatni tasavvur qilib beraman. Birinchi vaziyat. Pensioner ayol har oy 9,5 ming so'm oladi. Kartasi iyun oxirida tugaydi. U buni bilmaydi. Iyulda pul tushgan bo'lsa ham karta orqali ishlata olmaydi. Banka boradi, navbat yangi karta kutish. Natijada u kommunal to'lovni kechiktiradi va qarzdorlik paydo bo'ladi. Bu yerda pul yo'qolmagan, lekin vaqt yo'qolgan, asab yo'qolgan, ehtimol jarima ham qo'shilgan. Ikkinchi vaziyat, otaxonning pensiyasini qizi olib keladi. Ishonchnoma muddati tugagan, bank pul bermaydi. Qizi jahli chiqadi, bankni ayblaydi. Aslida bank qonun bo'yicha to'g'ri qilgan. Agar ishonchnoma iyulgacha yangilanganda hech qanday muammo bo'lmasdi. Uchinchi vaziyat. Pensioner pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin bankdagi ma'lumot eski pasportda qolgan. Pensiya tushadi, lekin ayrim operatsiyada shaxsni tasdiqlashda mos kelmaslik chiqadi. U bankdan pensiya jamg'armasiga, u yerdan yana bankka boradi. Bitta ma'lumotni oldindan yangilatish bilan bu ovora bo'lishning oldini olish mumkin edi. 4-vaziyat, yolg'iz yashaydigan, bu pensiyasini naqd oladi. U qishloq ichida qizining uyiga ko'chib o'tgan, lekin manzilni hech qayerda yangilamagan. Pochta xodimi eski uyga boradi, topolmaydi, to'lov qaytadi. Bu esa davlat pensiyamni bermadi deb o'ylaydi. Aslida manzil noto'g'ri bo'lgan. Demak, ko'chgan bo'lsangiz, manzilni albatta bildiring. 5-vaziyat, pensionerga telefon qilib, kartangizni 1 yilgacha tasdiqlamasangiz, pensiyangiz blok bo'ladi deyishadi. U SMS kodni aytadi, kartadagi pul yechib olinadi. Bu eng og'ir holat. Shuning uchun yana takrorlayman. SMS kod, PIN kod, kartaning maxfiy raqamlari hech kimga aytilmaydi. Rasmiy xodim bunday ma'lumot so'ramaydi. Bugun men aytgan eng asosiy fikr shuki, PIN iyulgacha pensiyangiz bilan bog'liq barcha ma'lumotlarni tekshirtirib qo'ying. Bank kartangiz muddati, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, telefon raqami, yashash manzili, ishonchnoma. Qo'shimcha nafaqalar, ushlanmalar va qarzdorliklar bo'yicha aniqlik kiriting. Bu ishlar murakkab emas, lekin vaqtida qilinmasa, pensiya kechikishi, puldan foydalana olmaslik yoki ortiqcha yugur-yugurga sabab bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni olib, birma-bir tekshiring. Agar ota-onangiz pensiya olsa, ularga yordam bering. Agar mahallangizda yoshi katta qo'shningiz bo'lsa, bu ma'lumotni ularga ham tushuntiring. Keksalarimizning puli o'z vaqtida, xavfsiz va muammosiz qo'liga tegishi kerak. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, pensiyangiz kechikkanmi?
Kartangiz ishlamay qolganmi? Ishonchnoma bilan muammo chiqqanmi? Albatta izohlarda yozing. Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir pulini, vaqtini va asabini saqlab qolishi mumkin.